Hammaga assalomu alaykum. Bugun biz ertalab sahar soat 5 dan syomka qilyapmiz. Bugungi videoda men singillarim bilan o'g'il bolali ishlaydigan ishda 4 soatdan ishlab ko'ramiz va kim ko'p pul ishlab topsa, o'sha hamma pulni olib ketadi. Bizda 3 ta ish bor. Birinchisi mo'ykachi, aravakash, g'isht yasaydigan g'ishtchi. Hozir biz randomni kimga qaysi ish tushishini aniqlaymiz. Iltimos, menga mo'ykachi tushsin. En osoni. Mana buni ichida 3 ta anaqa bor, qog'oz bor, ichida ishlar yozilgan. Hozir buni bitta tanlab olamiz. Finalidan boshlaymiz. Iltimos, mo'ykachi tushmasin, mo'ykachi tushmasin, mo'ykachi tushmasin. Yaktisha. Iltimos, mo'ykachi tushsin, iltimos. Menga g'isht tushmasa bo'ldi. Men aravakash bo'lgim kelmayapti. To'xtanglar. Bir ochamiz. Menga mo'ykachi tushdi. Я прям хотела. Aravakash sangachi. Ozib ketadi farzand. G'ishtchi. Keyin eslatib o'tmoqchiman, toshda har bitta shartni bajarayotganda, har bitta ish qilayotganda ichida shartlar bo'ladi. Faqat bittadan shart. Ularni bajarish kerak bo'ladi. Вот вот. Hammamizga omad. Hozir biz ishlagani ketamiz. Eslatib o'taman, kim agar ko'p pul ishlab topsa, 4 soat ichida o'sha hamma pulni o'zi bilan olib ketadi. Lekin mo'ykachi opam ko'proq topadi. Yo, sizlar shunaqa deb o'ylayapsizlar. Mo'ykachi ko'p topadi. Katta sinimga g'isht yasash tushdi. Вот shunga hozir biz sinimni Chirchiqdagi katta g'isht zavodga olib keldik. Hozir bu yerda bu ishlaydi. Вот kiyimlarni ham almashtirib oldi. Bilmadim endi kimga kerak bo'ladi bunaqa kichkina g'isht. Короче, hozir men bunga suv solishim kerak. Bu yerda ko'mirmi demanmi? Ko'mir bilan loy hisob berishdi, qum hisob berishdi. Endi bundan xamir yasayman. Sho, короче, soat 8, 4 soat ishlash kerak. Bo'ldi, vaqt ketdi. 7:56 u 8 deb hisoblaymiz. Sho. Короче, mendan xamir endi chiqmadi-yu, bunaqa loychaga sifat narsa chiqdi. Endi buni nima opam g'ashga otdi? Men ishlayapman вообще-то. Men ishim shu. Tushmayapti. Charchadim. Uxlagim kelyapti. Men mo'ykachi bo'lishim kerak edi. Qochingdan so'ng. Charchab ketdim. Oy oyoqlarim. Agar opam mo'ykaga borib qiynalmasalar, men rozi bo'lmayman. Seni mana bunday bo'lib arava tortishini ko'rgim kelyapti. Tushmayapti. Invalidroq chiqdi. Bu ham bir kibrni sindirish uchun emasmi? Ana kibrlanib ketmasligim uchun shunday ishlar bilan ham shug'ullanib turaman. Yo'q, men 4 soat turolmayman. Bu to'g'risi men hozir. Хорошо. Darshi agar 4 soat ishlamayman desa, 4 soat ishlamayman desa, mana shu ikkita g'ishtini 200 mingdan sotsa bo'ldi, u yoq ishlamaydi. Brat, sotoling. Ikkinchi g'ishtim tayyor. Iltimos tushsin. Opa. Mana o'zi mana shunaqa g'isht bo'lish kerak bizada. Agar qarang, apparatda ishlaydigan bo'lsa, nimalar qiladi? Qanaqa og'ir ishi bor? Apparatda ishlaydigan bo'lsa, Faqat knopka bosib o'tiradimi? Yo'q, qiynalish kerak. Yo'q, mana shuni qiladi. Hozir senim bitta g'isht qilmaydigan bo'ldi, chunki bizga g'isht zavodi o'zidan taklif berishdi, ishlasinlar, ishlaganlariga biz pul beramiz deb. Chunki hozir уже senim ishni boshladi, hamma bilan birgalikda komanda bo'lib ishlab 4 soat ishlaganiga pul oladi. Ko'ramiz qancha ishlab topar ekan. Gapimni men hozir gapirmayman. Men juda seriozniy qarayman bu ishga. Boshqa yo'qman deb o'ylagandim. Qachon qo'y?
Yo, oson emas ekan. Bitta ol. Ikkita bittani zo'rg'a ko'taryapman. Mana kuchsiz deb o'ylayapsizlar. Zipsiz qolib ketishadi. Hozir biz короче Rayhonga shart beramiz. 1 minut ichida 30 ta g'ishni qo'yish kerak. Agar 30 tani to'liq qo'ysa, men uzun bunga 100 ming beraman. Agar daz 20 Yo, agar daz 29 ta qilsang ham bermayman. Rovna 30 tani qo'yishing kerak 1 minut ichida. Ne 1 minut? 1 minut ichida. Yo'q, 5 davay. minutda qo'yib beraman. Yo, 5 minut ko'p. Davay. Bir to'xta qalaman. Unda to'xtanglar kuchimiz. Qalaman, startni bosmani. Bir sekunda mersi yoqamiz, ha. 1 2 3 ketdi. 2 4 Oka, hammasini terib qo'yib. 10 11 15 19 20 50 sekund. Hisob. 23 ta qildi. Молодец, yaxshi ishlading. Lekin 100 ming yo'q. Seni bu yerga ish chiqib tashlab ketishdi asli maqsadimiz. Kulolasan. Men kulolman, lekin qalbim yig'layapti. Undan ko'ra bitta lavash 3 ta kusokda yever deyishsin. O'sha hammasini o'rgandim. Mendan so'rasalar bo'ladi uzumur yetaman qilishni. Tekin master class. Ayo tekin emas, men qiynalolman $100 dan. Ana, unga aytib ber, davno понятен. Qalay ishlayapsan? Narsani o'ylayapman, короче. Shuncha ishlab turib, attiga 50 ming olishi, keyin shuncha ishlab turib, attiga 50 ming olganimni yutgan odamga berib yuborishi. Короче, agar men yutsam, pullarimga plan qilib qo'ydim, manikyur qilaman tirnoqlarimni. 10:52. Ровно 1 soat qolibdi. Ровно прям. Blogerlik qilishni sog'indim, kontent olishni sog'indim, men reels olishim kerak edi. Ishlayman. Qalbim yig'layapti, qalbim o'villab yig'layapti. Shuncha chiroyli bo'lib kelganman, sumkamda pomadam bor, surib olsam. Soat 11:56. 4 minutdan keyin singlim ishlayotganiga rovna 4 soat bo'ladi. Hozir singlim o'zi chaqiramiz. Uka! Chaqirib boring. Chotam. Qalay ish? Juda qiyin. Какие ощущения? Komanda zo'r ekan. Shuni bilaman, faqat ish вообще bo'lmaydi. Lekin to'g'risini aytaman, men o'yladim, singlim chidolmaydi deb o'yladim. Singlim qilolmaydi, ana yarimga kelib bo'ldi qilmayman deb mashinadan yig'lab chiqib ketadi deb o'yladim. Yo'q, oxirigacha. Prям chidamli qizman. Qo'limni qonatib oldim, jimgina chidab turibman aytishayotganiga. Mahbetlarim shilinib ketgan, jimgina turibman. Oyoqlarim shilinib ketdi, jimgina turibman. Men 4 soat ishladim. Boraman. Endi pulini olamiz. Интересно, qancha ishlab topding? Qancha deb o'ylaysan? 50 nima? 50 ming. 50 ming? Singlim zavodda 4 soat ishladi. Hozir shu ishlagan pulni hisoblagani olgani keldik. 4 soat davomida 60 ta vagon urilgan. 60 ta vagonimiz, har bitta vagonda 114 tadan g'ish bor. 214 tadan g'ish bor. 214 ko'paytiramiz. 12840 ta. Bularni endi 12840 ta g'ishni bular 7 kishi bo'lib ishlashdi. Sheriklar ham bo'ldi. 12840 ta g'ishni ko'paytiramiz. 70 so'mdan donasi barobar 898 ming so'm ishlangan. Buni endi bo'lamiz 7 kishiga. 128 ming 400 so'm ishlab. Wow! Bu 50 ming deb o'ylaydi ana. Yo, men hozir yomoniga tayyor turing, shu 30 ming olaman deb o'yladim-da, ishoninglar. Pullar sanalyapti, eng hayajonli daqiqalar. Ana. Rahmat.
Hozir biz ikkinchi lokatsiya bozorga keldik. Farzonga aravakashlik tushdi. Farzon hozir o'zining ishini boshlaydi. Ko'ramiz qanaqa eplaydi. 10:40 da biz boshladik. И примерно 4 soatdan keyin 2:40 bo'ladi. 2:40 da sinema ish tugaydi. Если что, знаете, в виду 15 yoshli qiz ishlayaptim. Voy, o'zi rostdan qatdan turib odamlar qidiradi aravani. Voy dod. Assalomu alaykum. Arava kerak emasmi? Shu ham bir qiyin ekanda. Voy, bu qora tortib yurar ekanmiz-da, bu bilan birga. Tushib ketyapti Allah. Ey xudo, sen orqaga qaytma. Sen orqaga qaytishing dunyoning bitta azobi. Odamlar meni ko'rib qo'rqib ketyapti. Фу. Вам не нужна тележка? Нет? Американский, если что? Тележка не нужна? Нет? Тележка. Нет? Nima, hech kimga kerak emas. 4 soatda hech nima qila olmay qaytib ketsa, aniq yutqizadi. Yetkazmayman. Hozir gap otaman bolalarga. Здравствуйте, вам тележка не нужна? Вам тележка не нужна? Пожалуйста, хотя бы вы, пожалуйста. Вам тележка не нужна? Крутой поворот направо. Меры. Здравствуйте, вам тележка не нужна? Arava kerak emasmi sizlarga? Yo'q, men hozir tushunmayapman. Qanaqasiga odamlarga arava kerak emas. Men adam bilan bozorga kelsam, arava topolmay o'lib ketamiz-da. Вот hozir bizga odam kerak, bizga klient kerak, hech kimga kerak emas arava. Вообще странно. Zalga borishyapti-da hozir hamma. Вам тележка не нужна? Нет. Американский, если что. Хороший. Да. Qo'ysiz-chi deb ketdilar prям. Qacha bitta. Anaqa babushkalar kerak, babushkalar ko'tarish. Mana zaif. Arava kerak emasmi? Amerikanskiy. O'zim olib kelganman. Yaxshi, arava kerak emasmi? Nech pulsiz olib chiqib beraman. Да, вот. Здравствуйте, вам тележка не нужна? Assalomu alaykum, arava kerak emasmi? Nech pulsiz olib chiqib beraman, iltimos. 2000 years later. Iltimos, arava kerak emasmi? Voy, rahmat kattakon. Aha. Serialda ko'rganman. Передача qilyapmiz YouTube uchun. Rahmat kattakon. Men birinchi omminim. Rahmat kattakon. Rahmat kattakon, xursand qildingiz. Birinchi omminim oldim. Завидуйте, 15 yoshli 15 yoshli qizni maqtamoqchi edim o'zim. Men bu kimmi anaqa soqatlari? Assalomu alaykum. Arava kerak emasmi? Og'ir ko'tara olmaysizmi? Nega hozir mashinam bor endi? Mashinangizga kecha olib chiqib beraman. Nech pul deysiz? Iltimos. Yo'q, nech pulga olib chiqib berasiz? O'zingiz nech pul xohlaysiz? Bilmadimmi? Aravani olib chiqadigan siz-ku. Olmang. Mayli. Давайте, всё. Hozir ovozni Всё. Давайте. Chiqarib turaman anitga. Вот. Yana ishlayapman. Ikkinchisi уже. Ikkinchisi уже hozir kutyapmiz, kartoshka olyaptilar. Kostemasi. Biron хорошенько. Biz chiqamizmi? Yo'q, kartoshka oladi endi Xo'p, chiqasizlar. pashli. Qo'yinglar. Ishim rivoy. Duo qilinglar, давайте. Amin. To'xtaylik, videoga olaman, to'xtang. To'xtang, давайте. Kim aytadi? Kattalar kimdan? Давайте. Ishimga rivojini bersa, Alloh akbar. To'g'ri aytdim, o'zi shunaqa. Odamlar narsalarni Kelin sotdi. oilaga o'xshatib. Hamma aytarib beraman, ha. Manikyurim buziladi deb turgandek turibdi-da bu. Bo'ldi, kutaman. Lekin qo'llaridan anaqa gruz olmayman. O'zlari ko'tarib solsalar ham selishganimda o'sha. Arava kash kelin deb chiqarishimiz kerak. Aravaga. Ishimni endi boshladim-da. Tushunganmi? Aha. Uzun qilaman. Yig'rayib berdilar. Rahmat kattakon. 30 ming yig'dim. Assalomu alaykum. Arava kerak emasmi sizlarga? Yordam beraman tekinga o'zim. Yo'q. Assalomu alaykum. Arava kerak emasmi? Iltimos. Давайте, ура! Nechinchi odamim? 3-chi odam уже. Kostemasi. Xohlagan pul bersangiz, beraman dedim. Xohlagan narx.
videolarimni ko'rib qo'yinglar. Slay. Menga gaplashdim. Rahmat, Katakon. Xo'p, mayli. Bir soatda 40 ming. Ha, 1 soat bo'lmadi. Mayli, rahmat, Katakon. Hali 1 soat bo'lmadi, lekin уже 40 ming. bogati. iPhone olaman. Vau. Lekin men aravachilardan ko'p topyapman. 20. Хорошо. Сколько вы хотите сами? 15 нормально, да? Да, давайте. Давайте, 15. Школьница. Школьница? Да. Все хорошо. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Rahmat. Живите долго, спасибо. Voy, cheki bla. Sog'liq o'z reklama. Qo'ymang. Og'irni o'zingiz ko'tarasizmi? Aha, hop. Keling. Bir hafta chiqadi-da. 5 ming yetadi mayli. 5 ming yetadi sizcha. 1 soat 20 minut bo'ldi. Mam Ishlayotganiga. 10, 20, 30, 40, 50. Noto'g'ri sanadi. Noto'g'ri sanandim. Har bitta ishda ishlayotganda bittadan shart bo'ladi degani, vot hozir biz farzandga shart beramiz. Mana shu yo'lni boshidan oxirigacha arava deb baqirib borib qaytib keladi, men shunga 50 ming beraman. Agar baqirmasa 50 mingdan quruq qoladi. Baqirasan, arava bormi tam, arava kimga kerakmi, shunaqa baqiraman. Я не могу. Davay, menga qara, bir bor. Liba 50 mingni olasan, liba hozir voz kechib yuborasan, olmaysan. Liba men stavkani ko'taraman. Дайте мне подумать. Amal baqiraman. Davay, 50 mingga baqiradi. Qaltiryapti. Davay. Anna davay. Oldinda deb nim tursa. Nimaga olishyapti mani? Mayli, davay. 1, 2, oy. Arava! Arava kimga kerak? Arava! Arava kimga kerak? Arava! Banaro! Bor! Arava bosh! Arava! Oxirigacha bilan borasan. Xo'p. Arava kimga kerak? Arava! Arava kimga kerak? Arava kimga kerak? Arava kerak emas, assalomu alaykum. Qo'lingizdagini ko'taramiz. Mayli. Arava! Baqirayotgani menga yoqmayapti. -5 ming. Nima? Yoqmayapti menga baqirayotganing. Addushi baqir. Arava! Kimga kerak? Arava! O, ana. Mayli, reально. 50 ming plus 20 ming mazami? Mashinangiz uzoqmas ekan, o? Rahmat, Kataka. Rahmat, kattakon. Bo'ldi. Tor qilishga qadar Dadam nanay. Mana, Abdushi baqirganing uchun 50 ming. Cho'q 50 ming. Дорогой, 140 ming bo'ldi. это не описать словами. Hop qo'y, xursand bo'lmasang, ni za что berdim endi. Narsani esdan chiqarish kerak emas. Aravani arendasi bor. Aravani arendasi 43 ming. Boshida men to'ladim singlim o'rniga, chunki hali pul ishlab topmagandi. Endi o'zini pulidan bab menga qaytaradi. O'yin O'z pulim o'zimga qaytib keladim. Dam. To'laydi hammasini %%. Hamma ishda shunaqa. Chunki Rayhonnikini ham bilgan bo'lsanglar, 7 ta odamga bo'lib yorishdi. Men ham borib ishlaganimda, men ham qanchadir foizini bab beraman, bunda ham shu. Ishmi-ish to'liq qilish kerak. Menga qarshi hozir bitta ish chiqdi. Просто men такой aravakashman deb, понимаете, такой богатый. Tifta ishni berdilar. Menga aytgan, "Net kerak emas, tifta ishingizni boshimga uramanmi? Yaxshi yigit" dedim. Qibrlanib ketyapman. Qibrlanib ketyapti. Qibrlanib. Давай. Chaynamanmi? Nabardor. Ishlayotganiga 2 soat bo'ldi. Rahmat, Katakon.
Mayli, rahmat. Rahmat. Mayli. Rahmat kattakon. Yaxshi yetib oling. Hozir necha pul topganimmi? 3 soatdan sal oshdi. Hozir necha pul topganimni sanab ko'ramiz. 50 ming qirqdan kelib qoldi. Bu pulni qo'shganda 130 voy 50 75 ming 175 ming bo'ladi. No biz aravani pulini minus qildik 130 ming. Дорогой дневник, это боль не описать словами. Shoda mem qo'yinglar. Такой yig'layotgan, dojj. Nima vaqt tugashiga 15 minut qoldi. 14:25, 14:40 уже ishi tugaydi. Men o'ylashim bo'yicha eng oxirgi klientni oldiga ketdi ishlagani. Hozir ishlayapti. Lekin boshqa bir bozorga kelmayman. Все. Rahmat, kattakon, rozi bo'linglar. Oxirgi pulim, наконец-то qutuldim bu ishdan. Boshqaqa ishlamayman. 14:41. Sen ham ishlaganiga rovna 4 soat bo'ldi. Ashyenyalar qanaqa? Birinchini so'raylik. Boshida sal uyaldim, hamma tanigani uchun. Yo'q, charchoq. Bu charchadingmi, yo'qmi, yo'q, energiyaga to'lamisan Men hali. вообще charchadim, boshqa ishlamayman. Bu yerda aravani ham puli bor. Hozir obshi qancha ishlab topganini ko'ramiz-da, ichidan 43 mingni olib qolamiz. Hozirga boraman, 50. uxlayman, реально. 70, 80, 90, 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 185 ming ishlabdi. Obshi, anu aravani pulini 185 ming, молодец. Endi aravani pulini olib tashlaymiz. To'xtanglar, maratonga. 185 dan Telefonim qani? Opamda. 42 ming emasangiz dachi beraman 2 ming. Sinim 4 soat ishlab, 142 ming ishlab topdi. Молодец. Mana senga 2 mingingizni qaytarib beraman. Bo'ldi endi, tugadi. Endi oxirida Rayhon qancha ishlab topganini, iman ishlagandan keyin men qancha ishlab topganimni aniqlab, kim yutishini ham aniqlab olamiz. Endi men ishimga ketamiz moykaga. Menga moykachi tushgandi. Biz hozir 3-lokatsiyaga Evakor Karvashga keldik. Hozir men kelishim bilan sразу menga уже birinchi mashinani berishdi. Men yuvishni boshlayman. Oxirida menga o'zim ishlab topgan pulimni berishadi. Hisob-kitob qilib ketdim. Qatga qo'ying, yerga qo'ying. To'satga qo'yaverayman. Qaysi birini oling? Ha. Yuvilmaydi bu. Ha. Zaversiz orqasida materialni Ha. buxorsiz kelganiga qurimaydi bular. Aha. Qurimagandan keyin moshina solib qo'ysin. Aha, buni qo'yaman ichkariga. Borib qo'ying. Hozir birinchi buni artaymi? O'zi charchadim. Sotga qo'yaman-ku, to'g'rimi? Qaysi birini yoqay? Pult menda turaversam yo qayergadir qo'yib qo'yaymi? Olaymi? Aha. Qanaqa qilib yo'qman? Ha. Voy, qanaqa bo'ldi. Ko'taring bo'ldi. Ha, men buni ko'taraydi. Voy, qo'rqyapman lekin. Ha. Bu manti qolib ketdimi? Birinchisidan keyin ikkinchisini yaxshi yuvsam kerak. Oppoq shimimga rahmim kelyapti. Oppoq shimimga. Endi uyalayman senlarimga shuncha og'ir ish qildirib o'zim charchadim deyishga. Qatga qo'ying buni. Qanaqa qilib yoqish kerak? Tomirlarni ko'tarib yuraymi? Hozir urib yuboraman polni. Qanaqa yuvib chiqaman? Prosta ishqalab chiqaman. Voy. Qiz bolaman-da, babu, detalni yuvishimga boraman. Qiz bola bo'lganimga. Sekin. Nafas olish mumkin-ku, to'g'rimi? Nima ish qilgansiz, mo'lkachilik qilganman deyman. Opitim bor deyman. Charchadim lekin, nerealno
Selam charchamadi, qo'lim charchadi, qo'lim. Bilan yuvolish kerakmidi? Mendan agar shineli qanaqadir bo'layotgan bo'lsa, men juda ham charchadim. Teri oqyapti biram. Lekin bo'ladi. Birinchisiga bo'ladi. Oyog'im lekin ishoning, o'ng qo'lim bilan o'ng oyog'im shunday og'riyapti, bilmayman nimaga. Hozir endi artamiz. Bu hali bilishingiz uchun birinchi mashinam. Hali yarim soatdan bo'lgan edi. Rahmat. 5:21. Men uni 5 da boshladim deb hisobladim. Mana bunisi yoqimli ish. Prosta bundoq lattani qo'yib, bundoq aylantirib, polni qurish kerak-da, to'g'rimi? Qani ko'partar ekanman unda. Ha. Qo'l yetmayapti-yu masalan. Ha. Shimolot. Qo'l yomon charchar ekan lekin. Da, ko'rdim. Lekin qurimadi, anaqa yaxshi artmadi. Mana hozir aytmoqchi. Hozir artadigan joyimiz birinchi bo'lib oynaga tegamiz. O'rgatib turing. Eshiklarni artib bo'lganimdan keyin qatna artish kerak. Ha, bo'ldi. Rezinkani o'zimda. Menga berib ketishdi. Men o'zim kaltlarni bundoqda, men qiz bolaman, men yuvdim. Agar preskop bo'lsa, menga ko'proq bersangiz, men sizga duo qilaman dedi. Men bittani ham artaman, ha. Oyimga har doim aytardim-da. Uylarni men bitini mana bunaqa yig'ishtirsalar, bu yog'ingizni kim ko'radi deb. Shu savolni bergim kelyapti, lekin hozir bera olmayman. Men muzika qo'yib qilsam kimdir urishadimi meni? Meni mashinamdan muzika qo'yding, sen o'zi kimsan? Yag'ir bo'lib ketgan ekan lekin mashina. Shuncha ishladim. Nima deb o'ylaysizlar? 1 soat ichida mana 18:00 bo'ldi, rovna 1 soat bo'ldi. Nechinchi mashinani yuvaman? Hali ham birinchi mashinani yuvaman. Hali ham yuvib bo'lganim yo'q. Oynalari baloni qoldi. To'g'risini aytsam qiyin ekan, realni charchadim. Hali yana 3 soat ishlashim kerak, lekin 1 soatim juda ham tez o'tib ketdi. Juda ham. Ikkita sinimga qaraganda meniki juda ham tez o'tib ketdi. Bilmadim-ki, menga shunaqa bilinyaptimi? Dalchi ishlaymiz, nima qilamiz? Ketdim. Qaysi lattida artaman oynalarni? Salonni artaman. Shu bilan rezinkani artavering. Nima degani u? Ustini. Bunda salonni artasiz. Hop. Kuzov nima u? Mana. Hamid usti, kuzov. Bunimi boshqa latta berishdi, mana bunaqa latta. Boshqa latta, mana mashina birinchi artib olasiz. Nimani? Oynanimi? Ha, o'sha chetda rezinkasi. Chunki u changli. Oynani nimada artaman? Oyna hozir. Hozir bunaqa latta ham bersanmi yo mana bunda Mana artaman? mashina qilsangiz bo'ladi. Qo'l-ku lekin. Yo, men o'zimcha 1,5 soat ichida bitta dona mashina yuvganimga kechira olmayapman, chinosizlarmi? Datavo yig'lagilarim kelib ketyapti. 1,5 soat. 1,5 soatdan o'tdi-da, даже 2 soatga qarab ketyapti. Men endi bitta mashinani yo'q bo'ldim. Charchadingizmi? Menga o'xshab charchamadingizmi? Yo'q, oson emas ekan. Men vashsha oson deb o'yladim. Chunki adam bilan mo'yka qilib yurgan odamman. Endi tushunyapman, to'shda ne. Shularni xom sanagan ekanman. O'zingiz mo'yka qilgan bilan mo'ykaga berganingiz vashsha ikkalasi ikki xil narsa ekan. Umrimda, hayotimda qaytib mo'ykaga kirmayman ham. Mo'yka qilmayman ham. Qanaqa odamlarni qo'li ham yetishi mumkin? Shunchalik dog' qilgan. Ovqatni ham bunaqa yesa kerak-da. To'q deganda endi ikkinchi mashinani yuvaman. Qanaqa ajoyib qizman. No, ancha tushunyapman nima qilayotganimni. Boshida вообще tushunmadim. Ichidagini olmanman, qarang, miyam ishlamaganni. Voy, menga qiyin bo'lyapti, aka. Birinchisida xansirab qo'yganman, hozir xansiramadim. Oy. Я силач. Har bitta ishda shart bo'ladi degandim. Опять напоминаю, поэтому hozir operatorimiz menga aytdilar, agar men shu mashinani 4 ta balonni 30 sekund ichida qoraytirib bersam, menga 50 ming beradilar. Раз, два, три deb saninglar.
Mashinaga sepib bordim. Fu hidini. Oy, seriyozda. Shu tugadi. 50 mingdan quruq oldim. Mani oxirgi 12 emas, 11 minutim qolgan ekan. O'sha 11 minutda men poliklarni solishga sarflayman. 2 soatdan bitta mashinani yuvdim, lekin bori men o'ylaganim 4 soat ichida easy 4 ta mashina yuvaman deb o'yladim. Chuchvarani xom sanagan ekanman. Quriganmi bu shunda? Qurmagani, sovuraymi? Ketdi. Oxirgi qilayotgan ishim, qog'ozlarim shu bilan bo'ldi. Yes, charchadim. У меня еще 4 минуты есть, но xohlasam ham hech nima qilolmayman. Nimadir qilmayman kelmayapti. Потому что я очень сильно устала. Поэтому pulim olgani boramiz. Qancha ishlab topganini menga qiziq. Например, я уже знаю. Догадки есть. Chunki bratlardan so'rab oldim. Bilmadim, bitta mashina yurganimga qancha berishadi. Но оказывается сложно. No mayli, zato qildim, Xudoga shukr. Men o'zi 24 soat qilmoqchi edim. 24 soat qilsam bilmadim, sinlarim bilan biz o'lib qolardik bu ishlarda. 4 soat o'zi yetib oldi. Так что ketdi pul olgani. Уверенно pulim olgani ketyapman, уверенно. ikkita mashina yurdingiz 50 mingdan 100 ming dirham. 170 minglik mashina olib yurdingiz. Ikkitasi 340 ming so'm, 240 ming so'm menga qoldi. Shunaqa. Shunda menga 100 ming. 100 ming. И bitta klientingiz 100 ming chivi ham berdi. 100 мing кубов чаевые. Я знаю, но 100 тысяч это вообще много. Yo'q, только 100 ming, 300 ming, 500 minglar ham berdi. $100 ham berib ketadi. Чаевые $100 olganmisizlar? $100 chivi ham beradi. Ishimiz zo'r-ku. Ishga kiraman. Hazırlashdim. Halol ishini terim bilan ishlab topgan pulim. Lekin chala qilgan joylarim bo'ldi-ya. Yo'q, birinchi safargisiga zo'r. Rahmat. Har doim yurgan bola bilan endi farqi bo'ladi, baribir. No, birinchi safargisiga shunday kelib yurganligingiz uchun bu zo'r. Taksi xizmatlar kerak bo'lsa $100 dan kamiga yuvmayman. Rahmat kattakon. Rahmat sizlarga, charchamang. Xo'p. Endi hozir sinlarim bilan ko'rishib, kim qancha ishlab topdi va kim yutdi, kim pulni olib ketadi, o'sha kim pulni olib ketishi aniq, men o'zim uchun bilaman. Aniqlaymiz. So. İşimiz tugadi. Hammamiz 4 soatdan o'g'il bola ishlaydigan ishlarda ishlab ko'rdik. Hozir kim qancha pul topganini aniqlaymiz. Ko'p pul topgan odam pullarni olib ketadi. Har bitta ishda bittadan shart bo'ldi. Men o'zimning shartimni bajara olmadim. Oramizdan bitta shartni bajara olgan Farzon bo'ldi. Farzonga plus 50 ming qo'shib berganmiz. Xo'p, endi iltimos o'zinglarni bosib olinglar. Endi hozir summalarni aniqlaymiz. 3-o'rin Rayhonniki, 128 ming. 2-o'rin Farzonniki. Pulingni ko'rsat. Birinchi o'rin opamniki. Birinchi o'rin meniki 200 ming. Hayron qolmayman. Hayron qolmayman. Yo'q, menda aytaman, menda aytaman, o'zi shundoq ishlab topgan pulim 100 ming bo'ldi. Просто menga yana 100 ming cheviy tashab ketishganiga просто men sizdan o'tib ketdim. Atak eng kami men topgan bo'laman-da, plus minus. Cheviy tashab ketishgani uchun menda 200 ming. Pulinglarni beringlar. Ber pulingni. Ber. Ber. Men itak pulim ko'p, вообще это juda boyman. Men shaxsiy vertolyotlarim bor. Obshi qancha hozir meni qo'limda? 100 ming hech nimani qilmaydi. Xohlasam $100 berib yuboraman. Qancha kerak? Hozir akalar hisoblab beringlar. Obshi menda qancha pul? Ketdi. 470 ming menda. 470 ming hozir qo'limda. Oldin videoni tugatishdan oldin so'ramoqchiman sizlarning ощущенияларni. Чисто men juda ham charchadim. Juda ham qiyin ish bo'ldi men uchun. Bilmadim, qayta moykada ishlashga qayta bormayman men. Chunki 4 soat ikkita dona mashinani yuraldim. Men ham deyaptim, yo'q, qayta o'tselishga unaqa yurish oyog'im. Yo'q, lekin men o'zim shuncha mana sinlarim bilan protsessda yurdim. Я думаю, eng oson ish Farzonniki bo'ldi. Da, Farzon просто o'zi makroda yurgandek tasavvur qilsin-da, olib yuraversin teleshkasini. Nimasi qo'y? Makroda olib yurdi nima? Bozorda. Mayli, xo'p. Hamma ishi o'zini qiyinchiligi bor. Mayli, xo'p. Pul olishga oldim, lekin bu pul menga emas. To'g'ri, boshida sinlarim taxmin qilgandek, men bu pulni ikkalasiga bo'lib beraman. Obshi qo'limda 470 ming. 470 mingni ikkiga bo'ladigan bo'lsa, 235 ming bo'ladi.
nimaga men bunaqa qilyapman, bu pul menga kerak emas, babi singlarim shuncha videoga chiqib, vaqtini ajratib berdi, yaqinim bo'lsa ham, singlim bo'lsa bechora ham. puli yo'q. Singillarim muhtoj degan. Mayli, davaychi. Unikiga bo'lib beraman. 235 mingdan tushadi. No, men videoni o'zi boshida mana shu challenge olamiz deganlarda как-то biluvdim, bab oxirida opam pulimiz olib qo'ymasligini, ko'nglim tinch yuruvdim. Man. Halol ishlab topgan pulim, menga bularning puli kerak emas. Mayli, xursand bo'lsin, maza qilsin. Agar sizlarga videomiz yoqqan bo'lsa, sizlardan podpiska, like kutamiz. Keyingi videolar qanaqa bo'lishini xohlaysizlar? Bizga yozib qoldiringlar. Bundan zo'rlari hali oldinda. Men ham boyib ketdim, lekin kibrlanmadim. Rahmat hammaga. Всем спасибо за просмотр. A singlarimga za участие. Keyingi video bundan ham qiziq bo'ladi, chunki yana men bo'laman.